Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Mana 16-dekabr 2025-yil chiroyli shvedki haqiqiy Shvediyadan, Qirg'izistondan olib kelingan toza serqaymoq sigirlardan sizlarga video davomida mana ko'rsatib boryapmiz. Mana shu shved sigirimiz xudo xolisi 3-qo'ringa bo'g'oz. Bilirsiniz, aqibati mana bir hafta mobaynida xudo xolisi tug'adi. Mana so'skalari hammasi butun, yo'vosh. Mana video davomida ko'rsatib boraman. Mana qarshi tomondan o'ng'i chapi demaydi jonivor. Yo'vosh, yosh. Bolalar ham sog'averadi. Ayol kishi ham sog'averadi. Mana qarshi tomondan kesani ham o'ng'i chapi yo'q. Xudo xolisi mana yo'vosh, bemalol sog'ishini mumkin mana so'skalari. Bir hafta u yog'i bu yog'i mana yaqinlashib qoldi, tez kunda tug'adi. Yeb ichishi, boshqa bir hamma tomonlamalarga sog'lig'iga kafolat. Vaksinalarni hammasini qilib qo'yganmiz. Xudo xolisi 3-qo'ringa bo'g'oz bir hafta mobaynida tug'adi, tez kunda. Kishilari butun 8 ta. Narxiga kelsak, narxi endi sigirga qarab biz unaqangi ortiqcha narx aytmaymiz. 50 million so'm oz-moz kami bor. Yana chorvador akaxonlar, chorva muxlislari, mana sizlar uchun bunaqangi sigirdan davomi ko'p, cheklanmagan, mabodo ferma uchun bir xonadonda bir sigir bilan sut yo'nalishida shug'ullanaman degan akaxonlar bo'lsa, sigirni bizda nihoyatda chiroyli shved, yana germanskiy parodalar, mana sut yo'nalishidagi Rossiyadan olib kelingan ola parodalar sutni ko'p beradigan hamma zot turlaridan bor, bemalol cheklanmagan. Bu videoni bir oydan keyin ko'rasizlarmi, bir haftadan keyin kelasizlarmi? Manzilimizni aytamiz, bemalol kelib, ko'rib, yoqtirib, xarid qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan shahri, Samarqand Savxoz hayvon bozori ro'parasida.